Hürmetli vatandaşım, başı dikkat kıldınız. Biz liksimizden 500 yılda sözüldük ki Tayvan enamdan keyin yeniden Aksaray'a. Devlet bir xatarligi bo'yicha maslahatchi bo'lib tayinlangan 4-ayning 8-kundan boshlab ishga tushadigan John Bolton apandi yaqinda Tayvanni ziyorat qiladigan 6-oydan 6-oyda Tayvanni ziyorat qilishdi. Bu qatam Amerikaning Tayvanda qurilgan Tayvan jamiyatining binosi yoki ish xizmat binosi ko'chidi ekan. Mo'shu murosimga Amerika Qo'shma Shtatlari davlatining Oqsaroyning davlat bexatarligi maslahatchisi yangidan tayinlangan maslahatchi John Bolton qattiq qo'l arbob deb tasvirlanyapti. Amerikadagi 10 kuchlarning vakili deb tasvirlanyapti. Mo'shu kishi, mo'shu rahbar bu yil 6-oyda Tayvanni ziyorat qildi. Demek, vatandaşım dikkat kıldınız. Hazır Tayvanni ziyaret kılışının arkadılık kelgen işkinci, ulap kelgen işkincilik siyade sözüldük ki, çünkü Amerika Tayvan'a münasebetlik alakadar söz sohbetlerde. Yaki çünkü Amerika Qo'shma Shtatlar diplomatik münasebet ornatkan mezgillerde. Ve yaki başka bazı kelde diplomatik münasebetler davamlık, Jungo yelinip yalvırılgan birli mesele sile hücum kılış karakterlik su astı parxodunun texnikisini Tayvan'a bermeysiler hazırgıcı demek, muşu vadisiga Amerika Qo'shma Shtatlari amal qilib keldi. Bugünlerden havarayı özgerdi. Dünyanın vaziyeti özgerdi. Tayvan boğazının vaziyeti Amerika-Jungo münasebetide özgürüş payda bol. Mesela savdo münasebetlerinde özgürüş payda bol. 40 yıldan beri kütüp durdu. Jungo iqtisadi yaxshilangan ekan, o'zligiten demokratik jamiyatga o'tish mumkin bu deb saqlab turdi. Lekin Jungodan hech qanday sado chiqmadi. O pul topgan sari shuncha kuchaydi yoki armiyani soqchini kuchaydi. O pul topgan sari bostirish shuncha kuchaydi. Bo'libmi Uyg'uristonda. Yaqinda Amerika Kongress Davlat Majlisining ishga katta ve katta devlet meclisining katta a'zolari, mesela senator Marco Rubio, anandan keyin Avam palatasining a'zosi Christopher Smith, Jungo komitetining raisleri ve ortak raisleri Uyg'uristonda Uyg'urlarning hali, mesela 500 mingdan 1 milliongacha Uyg'urning hozir nazarband qilinganligi, yig'ib olish lageriga ilingan. Bu hozirgi dunyoda intayin og'ir bir fojialik, nihoyat zo'r ko'lamda osonlik millatlarni bostirish, kamsitish qatoriga to'g'ri kelganligini ko'rsatib o'tdi. Demak, Jungo tinch yo'l bilan bosh ko'tardi dedi. Buning ma'nosi nima? Bu tinch yo'l bilan bosh ko'tardi degan so'zning ma'nosini Qo'shxonning Derbasının iki tarafında oturup dihalla xet yazıp verip özünü yazgıcı dep tanıydıgan adamlar bunun ma'nosini bilmeydi. Nimişqa deseniz sebebi bir yerde tinch yo'l bilan bosh ko'tardi deganda Jungo kimga qartayotir? Dunyoga yoki yanidagi qo'shnisi qilmaganligi uchun, yoki cho'ng davlatlarga hujum qilmaganligi uchun, yoki diplomatik munosabatlarda biz zeriklashimiz tinch yo'l bilan bosh ko'tardi. Nedekini? Jungo neda tinch yo'l bilan bosh ko'tardi? Tibetni bostirish bu tinch yo'l bilan bosh ko'tarishmikan? Uyg'urlarni bostirish bu tinch yo'l bilan bosh ko'tarishmikan? Neda? Uyg'ur inson emasmikan? Tibetlar inson emasmikan? Nima degan gap bu tinch yo'l bilan bosh ko'tarish? Qaysi qanday bosh ko'tarish? Qaysi tinch yo'l? Jungo hech qachon tinch yo'l bilan bosh ko'targani yo'q. Jungochi sotsializm, Jungochi Xitoychi diktatura. Tibet Uyg'urlar qo'llangan diktatura shu. Mesela planlı tuğut siyasi degenin ameliyatı bu nüfusu azaltış meselesi bu vazipenin vücudunun çıkışı meselesi emez. Planlı tuğut siyasi Şinjan Uygur Abdunum rayonu müstemdeki Uyguristan'da hatta Xitay'da bütün memlekette vehimeseliş. Furalarının iki kısmı vehimeseliş. Vehime arkalık korkutuş arkalık hükümet gibi olan Fura'nın tayiniş gücünü aşırış. Şulla Planlıq tuğut yolu koy. Bügenliğin boldu, pişayman kıldık. Hem yerde bekar kıldı. Uyguristan'da kandak bunu olmaydı. Hoş kayıt bileyli. Endi Tayvan meselesi bana muşundak mesele. Demek su astı parxodunun texnikisi Tayvan'a setip verişti. Amerika Qo'shma Shtatlari bugün tasdiqladi. Bu demek Jungo'nun nayt nazuk, nayt halkılık, nayt sezgar siyasetiga berip çekildi. Şundak buldu o siyaset. Jungo hükümeti
Siz Tibet'te şundaq sezgör, tel ana tilga, Uyg'uristonda şundaq sezgör, tel ana tilga, medeniyetke, hatta dinimizge hücum kılıvatsız go. Siyaset mi şundaq boldu eken, siz şundaq kılıvatsız. Hem de Amerikalıklar bundaq siyaset kollansa, bunun sekreydanğa hiç qandaq asas yok. Yani däl şu günde Tayvan siyaseti muşundaq özgürüp kelivatkan, yani Amerika Qo'shma Shtatlarda Tayvan siyaseti muşundaq özgürüş asıl kılıp özgürüp kelivatkanda sobiq prezident Li Donghui qatnaşkan, Chen Shui-bian vasıtalık qatnaşkan 150 nafar kişiden imza koyup, keler yılı 4-nji ayının 6-njy günüde Tayvan'da referendum ötközüp mustaqil bolumuz mu bolmaymız? Bu demek hal kılgıç devir degen gep hörmetlik vatandaşım. Amerika demokratiyasının meğizi xalqning rayiga beqish. Xalq nima deydi? Xalq qo'llandı. Xalqdan chiqayotgan sada nima? Agar Tayvanda 21 milyon xalq kelar yili shu vaqtda shu referendumni tashlab, sho'ng'icha asosiy qonunni o'zgartib, Tayvan mustaqil bo'ladi deb ko'chaga chiqadigan bo'lsa, Amerika nima deydi? Amerika demokratiyasining me'g'izi biz nima dedik? Xalq rayiga. Hozir bu yerda qurilgan Shiledao ittifoqi tashkiloti Tayvanning mustaqilligi uchun izlanadigan, Tayvanning mustaqilligi uchun referendum izlanadigan, referendum qonunni o'zgartiradigan va buning munosabatlik Tayvandagi asosiy qonunni o'zgartiradigan mushu darajaga keltirgan. Hozir endi Chaushon Trump pesh turib, prezident Trump dediki, mushu 5-ayning oxiri 6-ayning boshlarida suhbat o'tkazamiz. Lekin o'rinqaya birisi Ulan-Bator'day Tashqi Mong'oliyaning, birisi hozir Chaushon talab qilmish Pyongyang. Lekin Amerika taraf qayerda suhbat o'tkazishni taxib belgilamadi. Hozir tuningi televiziya filmida hozir suhbatni qayerda o'tkazish bu diplomatiya munosabatlar talash tortish bo'lyapti deydi. Chaushon ketdi deyli. Endi savdo munosabatlarini bosh so'zlab keldik. Janubiy dengiz masalasidan hozir xalqliq davr turayotganligini so'zlab keldik. Hozir buning ichida eng xalqliqning ichidagi xalqliq masalasi Tayvan masalasi. Bu mesele bivasla baş dedik ko. Hazır Uygur'un Zionistleriga Tayvan'da kurulgan bu gelen Shiledao ittifaqı özünün məqsədini qandaq köngülü pikəbək gözünün məqsəd proqramımızı qandaq ilan qıyğan bolsa Uygur Zionistləri, Uyguristan, Uygurizm, Uygur Zionizm, Uygur qurğan tarixi qurğan dövlətin əsli gəldi. Başqa heç qandaq söz və prinsip yox. İkinci bir söz ve ramka birinin bir yerde götürüp çıkan bunun da artığı yok. Bunun artığı yok vatandaş. Biz bunu yakında teyarlayımız Xudayım burası prensip değil mi? Meslek değil mi? Uygur'un mesleği değil mi? Prensip değil mi? Bunu teyarlayımız, ilan kılımız hürmetlik vatandaşım. Bugün Tayvan'da biz tebrikleyimiz sebebi nimeden? Birinciden. Evvel işi açsın bu 6. ayda değildi. Bugün Amerika Qo'shma Shtatları Aksaray Devlet bexatarligi komiteti. Ya devlet bexatarligi maslahatchisi John Bolton efendi 6. ayda Tayvanni ziyorat qiladi dedi. Eşni şu günü ko'ramiz endi. O'yindan nochisi şu günü ko'ramiz endi. Angocha Jungo'da qandaq harakat va faoliyatlar bo'ldi. Bundaq aytganda hozir Jungo Amerika o'rtasida savdo munosabatlari Jungo Amerika o'rtasida Tayvan munosabatinin şu derecede gavdilanishi, şu derecede o'ttirg'i chiqishi bu endi aytganda Jungo uchun aytganda buni ortiqcha tahlil qilishning hojati yo'q. Vaqti kelmay turib tahlil qilishning hojati yo'q. O o'ziga ma'lumki hozir Jungoliklar ham tushunib turibdiki bu ish zodi qandaq ish. Shunga bugungi leksiyamizda hurmatli vatandoshlar mana bu yerda to'xtatamiz.